Ayni vaqtda konsert dasturiga tayyorgarlik jarayonlari qizg'in davom etmoqda. Ushbu tadbir aholiga ko'rsatilayotgan madaniy xizmatlar sifatini oshirish va milliy merosimizni asrab avaylashni maqsad qilgan. Bu konsert dasturi nimasi bilan ajralib turadi? Bu konsert dasturi birinchi o'rinda 100% jonli ijroda tashkil etilgan. Konsert dasturimizni badiiy musiqa rahbari O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikalari xalq artisti Abduhoshim Ismoilov boshchiliglaridagi bugun konsert dasturimizni namoyish etamiz. Bugungi konsertimizdagi dasturlarimiz turlicha qilib tanlangan. Ya'ni o'sha muxlislarimizni bayram oldi bo'lganligi uchun aynan bizni haqiqiy o'zbek milliy musiqa san'atimizni turli yo'nalishlardagi turli janrlarini xalqqa ko'rsatish, ularga maqomlarimizni tanishtirish, mumtoz musiqalarimizni tanishtirish bilan birgalikda ularni bayram oldida kayfiyatlarini ham ko'tarish uchun bosiq vazmin o'zimizni maqom mumtoz musiqalarimiz bilan birgalikda bizni klassik ijrolarimizdagi sho'xchan ashulalardan tarkib topgan dastur 2 soatlik dastur bugun biz tanlab olganmiz. Mazkur konsert dasturi an'anaviy tarzda 3-marotaba o'tkazilmoqda. Unda o'zbek milliy musiqa san'atining eng qadimiy va mashhur asarlari, maqom va kuy qo'shiqlar sahnada jonli ijro etilmoqda. Maqom yo'nalishida ijod qilayotgan iste'dodli yoshlarni kashf etish, ularning iqtidorlarini namoyon etish maqsadida turli xil tanlovlardan boshlab turib respublika festival, xalqaro festivallar, shuningdek konsert dasturlarida va davlat tadbirlarida iqtidorli ijodkor yoshlar o'z san'atlarini muxlislar oldida, omma oldida taqdim eta olishdi. Mana bu 3-marotaba o'tkazilayotgan bu konsert dasturimizni avvalgi yillarga qaraganda ijrochilar orasiga yangi ovozlar qo'shilgan, yangi ijrochilar qo'shilgan va yangi O'zbekistonni yangi yosh iste'dodlari kashf etilgan. Inson ruhiyatini yuksaltiruvchi maqom sadasi bugun har bir tinglovchi qalbidan chuqur joy oldi. Milliy merosimizni asrab avaylashga qaratilgan ushbu tadbir maqom san'atining chinakam hayotiyligini ta'minlashga xizmat qiladi. Zokir Mo'minov, Ma'mur Anvarov bugun dastur uchun